Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyning Sharqi Turkistonda yashaydigan Uyg'ur va boshqa millatlarga qaratgan misli ko'rilmagan besim natijasida bolalardan ayrilgan va hozir chet elda turayotgan Uyg'ur ota-onalarning farzandlari bilan jam bo'lishi uchun bir imzo faoliyati qanot yoydirdi. Mustaqil aloqa to'rining 26 aprel xabar qilishicha, Xalqaro kechirim tashkilotining murojaatnomasida Xitoy Uyg'ur ayollarining huquqini qo'g'dishi va osonliq millatlarga qaratgan ziyonkashligiga xotima berish kerak deyildi. Xalqaro kechirim tashkiloti tarafidan yaqindan tayyorlangan dokladda Uyg'urlarning qismatlari tafsili tushuntirilgan. Dokladning bir qismida bunday deyilgan: Necha 10 yildan buyon nurg'un Uyg'urlar Sharqi Turkistonda sistemli qoldan milliy va diniy kamsitishga uchirdi. Kuzatish va ijtimoiy kontrol tadbirlari 2016-yili kuchayishga boshladi. 2017-yili bu rayondagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon osonliq millatlar uchun ishlar nacharlashishga boshladi. Shuningdek, keyin Sharqi Turkistondagi ma'rif orqali o'zgartish yoki kasbiy tarbiyalash markazlarida 1 million yoki texmi ko'p kishi xohlagancha tutib ketilgan bo'lib, ular siyosiy tarbiya va majburiy madaniyat assimilyatsiyasi qatorliq har xil qiyin qistoq va nachar muomalalarga uchirgan. Bu keng ko'lamlik tutib turish harakati va sistemlik besim ham Uyg'ur oilalarining Xitoyga qaytib bolalarining holidan xabar olishga to'sqinlik qildi hamda bolalarning Xitoydan chiqib chet elda uchrashish mumkinchiligini yo'q qildi. Yaqinqi mezgillarda Xitoy armiyasining Sharqiy dengiz va Janubiy dengizga harakatlari Yaponiyaning noroziligini qo'zg'adi. Yaponiya dۆlەت mudofaa vaziri Noboseki kishi 23 apreldagi axborot e'lon qilish yig'inida 11 maydan 17 maygacha Fransiya va Amerika bilan birlikda Yaponiyaning g'arbiy janubidagi Kyushuda birlashma mانېۋىر o'tkazishini planlaganligini e'lon qildi. Noboseki yana havo armiyasining mانېۋىرga qatnashadiganligini, bu mانېۋىرning 3 davlatning harbiy hamkorligini va Yaponiyaning mudofaa qismining iqtidorini texmo kuchaytirganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu Yaponiyada o'tkazilgan 3 davlatning quruqliq armiyasi qatnashgan tunji cho'ng ko'lamlik harbiy mانېۋىر bo'lib hisoblanadigan. Yaponiya Kyoto agentligi mazkur mانېۋىرni Xitoyning dengiz rayonida kunsari kuchayotgan kengaymichilik harakatini iskanjaga ilishini nishon qildi deb qaragan. Avstraliya dۆlەت mudofaa ministri Peter Dutton o'zlarining Xitoy bilan Tayvan masalasida talash tortishga tushib qolishi mumkinligini o'tirg'a qo'ydi. Avstraliya radio shirkati ABC'dagi programmaga qatnashgan Dutton davlatining Xitoy bilan bo'lgan munosabati va Afg'onistondan chekinish jarayoni haqida to'xtaldi. Dutton Xitoy bilan Tayvan masalasida talash tortishga sal qarashga bo'lmaydiganligini bayon qildi. Dutton bu xil talash tortishning qo'rqinchli bo'ladiganligini tilga olib mundoq dedi: Meningcha Xitoy Tayvan bilan birlashish to'g'risida nihoyatda aniq ifoda bildirdi. Bu ularning uzun muddatlik nishoni. Dutton butun dunyoda muhim harbiy faoliyatning borligini tilga olib, Tayvan bilan Xitoy o'tirsida ochiq dushmanlik borligini aytdi. Dutton yana mundoq dedi: Rayonda davlatimiz va ittifoqdoshlarimizga qaratilgan tahdidlarga taqobil turish uchun mudofaa qismlarining har vaqtdagiga o'xshash yuqori saviyalik tayyorliklarimiz bor. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin G'arb Moskvaga qaratgan jazosini kuchaytganlikdan Xitoy hukumatining Rossiyani qo'llashni kuchaytirishni planlaganligini aytdi. Wang Yinbin biz bir taraflama jazo yurgizishga qat'iy qarshi turamiz. Xitoy bilan Rossiya ikki davlat o'rtasidagi keng hamkorlik munosabatini saqlaydi. Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan Rossiya davlatining egilik huquqini qo'g'dashda bir-birini qo'llaydi dedi. Wang yana Amerikaning bir taraflama jazosi zo'migarlikning ifodasi, keng ko'lamlik norozilik keltirib chiqardi dedi. Yaponiya bosh ministri Suga Yoshihide insonlik mansabdoshi Narendra Modi bilan telefonlashib, ikki taraflik munosabat, Hind-Tinch okean rayoni va Xitoy virusi yuqumiga qarshi turishni muzokara qildi. Suga Xitoyning tek taraflik holda Sharqiy dengiz va Janubiy dengizning hozirgi holatini o'zgartirish urinishi bilan Xitoyda 1 fevralda yo'lga qo'yilgan qonunga qarata andishalarini o'tirg'a qo'ydi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotida aytilishicha, ikki rahbar Amerika va Avstraliya bilan erkin va ochiq Hind-Tinch okean tasavvurini amalga oshirish to'g'risida birlikka kelgan.
Rəhbərlər Yaponiyanın məbləği və texnikasını qo'llashi bilan Hindistonda qurilgan 500 kilometrlik yuqori sürətlik poyezd liniyasining 4 bosqichidagi ilgirlashlarni tilga oldi va Xitoy virusiga qarshi turishda hamkorlikni ta'kidlagan. İchki bosh ministr yana tor bexatarligi, karbonsizlashtirish, 5G tor va ta'minlash zanjirining ko'p xillashishi qatorliq masalalarni muzokara qilgan. Amerika, Avstraliya, Hindiston va Yaponiya o'rtasida shakllangan 4 taraflik bexatarlik dialogi yoki 4 taraf ittifoqi Xitoyga qarshi g'ayri rasmiy ittifoq deb qaralmoqda.